Assalomu alaykum do'stlar. Shu ko'rib turgan Tikon sotiladi. Yili 2001-yil. Balonlar xalati to'rtovida toza bo'sh balon qo'yilgan. Kraska xalati 1 krelda kraska bor, qolgan yerlar rodnoy turibdi. Mashina benzinda. Tikonning bahosini kelsak, bahosi 16 million so'm aytilib turibdi. 16 degan bilan qaytib kelishib beriladi. Mashina Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida turibdi. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar, bir like bosishni unutmanglar. Bundan ham arzon mashinalar qo'yishda davom etamiz.